Bu taom samarqandliklarning eng sevimli taomlaridan biri hisoblanar ekan. Kecha men bu taomni tayyorlab, oila a'zolarimdan faqatgina duolarini oldim. Nozik mehmonlarni kutish uchun ham birinchi suyuq taomga juda ham zo'r tanlov. Qozonga yog' solib, piyozni tillaring hosil bo'lguncha qovurib, bolgarskiy, kartoshka sabzi solib qovurib olamiz. Tuzlamagini to'g'rilab, tomat solib qizartirib olamiz. Yana ham mazali bo'lish uchun chesnok va pripravkalar soldim. Suv qo'yib qaynatishga qoldiramiz. Bu orada xamirini tayyorlaymiz. Xamiri faqat 2 dona tuxumga tayyorlanadi. Tuxum va tuz solib, un solib qattiqroq xamir tayyorlab, tindirib qo'yamiz. Bu orada go'shtli nachinkani tayyorlaymiz. Qiyma bilan go'shtdan frikadelkalar tayyorlab olamiz. Tingan xamirlarimizni juvada yoyib, videoda ko'rsatilgandek o'rab chiqamiz va ingichkaroq qilib kesib olamiz. Qaynab chiqqan suvimizga frikadelkalarni solib, lavr yaproqlaridan solamiz va bitta qaynab chiqib pishganidan keyin alohida idishga ichidagi hamma sabzavot va go'shtlarini suzib olamiz. Silliq suvga xamirlarimizni solib, pishirib, qalampir, ko'kat va qatiq solib dasturxonga